Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sizlar bilan yana bir bor Abdurahmon Ahmedov do'stlar. Nega bizda qulay xizmat? Birinchisi, qulay lokatsiya orqali o'tkazasizlar do'stlar. Hamda через tekshiruv orqali o'tib bemalol mana o'zimizni avtovokzalga kirib kelamiz do'stlar. Shunaqa qulay, sifatli relsli xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lsanglar, Toshkent avtovokzalidan mana bemalol. Ikkinchi afzallik, qishda issiq hamda yozda muzdagina o'zimizning zal ajdaniyamiz bor. Kofe, choy ichmoqchi bo'lsanglar, bemalol mana o'rtaga kelib, ziyoda sinimiz o'tiradi, bemalol kofe, choylarni olib ichsanglar bo'ladi do'stlar. Qadrli yurtdoshlar, ko'rib turganlaringizdek mana so'mkalaringizni bemalol strech holatlarda qilib, chiroyli birkalar bilan ketsanglar bo'ladi. Ukamiz xizmatda do'stlar, hamda ikkinchi etajga chiqish holatini ko'rsatib o'taman. İkinci etajga o'ng qo'l tomonda kirishda lentadan so'mkalaringizni qo'yib o'tkazgandan keyin o'ng qo'lda bemalol mana shu lestnitsa orqali yoki lift orqali chiqsanglar bo'ladi do'stlar. Do'stlar, mana ikkinchi etajga chiqib kelganinglarda o'zimizning ishonch kassamiz do'stlar. Shunaqa qulay, sifatli resmi avtobus xizmatlaridan foydalanmoqchi bo'lsanglar, ko'rib turganlarda mana ikkinchi etajga chiqqaninglarda o'ng qo'lda o'zimizni joylarimiz. Hamda sizlar bilan Sarvar Bey Yoqubov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jigar qanday? Charchamayapsizmi? Reyslar to'g'risida gapirib tushuntirib o'tsangiz, mana men qulay lokatsiyani ko'rsatdim. Har xil yolg'onlarga ishonib qolmasin. Xullas do'stlarimiz, qaysi reyslarimiz bizda qaysi kunlarga mavjud? Reyslarimiz Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha dushanba, seshanba, payshanba, juma kuni Toshkent avtovokzalidan 18:00 da primoy ishonchli avtobuslarimiz qonuniy reyslar jo'nab boradi. Tanlovda adashib qolmanglar. Kazan, Ufa, Perm, Orenburg yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz seshanba, juma kuni 18:00 da avtovokzaldan jo'nab boradi. Ishonchli raqamlarni qoldiramiz, bog'lanib o'z joylaringizni zarangi bronировать qilib jo'nab borishingizni biz sizlarga tavsiya qilamiz. Bizda reyslarimiz 20 tadan ortiq, mana videolarimiz hozir ko'payib ketmasligi uchun ishonchli raqamlarni qoldiramiz. Batafsil bog'lanib kelishinglar mumkin. Reyslarimiz avtovokzalda o'zidan qonuniy, har xil o'rtakashlarsiz primoy reyslar, mana O'rinboy aka o'zi shu yerda. Rahmat. Sarvar Bey Yoqubov sizlar bilan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aka-ukalar. Tanlovda adashmanglar. Shunaqa komfort avtobuslarda ketmoqchi bo'lsanglar, o'zimizning monitorlarimiz ham bor. Birinchi hamda ikkinchi monitorimiz hamda ishonch kameramiz do'stlar. Kimda kim shunaqa reyslarda ketmoqchi bo'lsa, xolodilnigigacha bor do'stlar. Hamda eng muhimi kullerimiz do'stlar. Issiq suv, sovuq suv, choy, kofe ichmoqchi bo'lgan fuqarolarga tavsiya qilamiz do'stlar. Bemalol shunaqa xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lsanglar, ekrandagi ishonch raqamlariga telefon qilinglar, bog'laninglar do'stlar, tanlovda adashmanglar.